ichlarida qamatini ham ulab olishyapti. Asosan yuk mana shu qavatga tushadi. Ko'pchilik ustini o'zini ulab qo'yadi, mashina bo'linib ketadi keyin yarim yilda. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Hozir bitta ustaxonaga kelgan edik. Haqiqiy Xo'ja aka mingan mashinani tayyorlashyapti ekan. Bor yo'g'i 4 ta yerida petno bo'lyapti ekan. Xo'p do'stlar, Cobalt mashinasiga zadoy qo'yishyapti ekan mana. Petno tushar bu yerga ham. Bu qanotga ham petno tushadi. Xo'p, bu tarafidan mana bu tomoniga ham petno. Mana. Ichidan ponni ulab chiqishibdi ustakamiz. Stillari ham mana chotga chiqibdi mana do'stlar. Ichlarida qamatini ham ulab olishyapti. Asosan yuk mana shu qavatga tushadi. Ko'pchilik ustini o'zini ulab qo'yadi, mashina bo'linib ketadi keyin yarim yilda. Xullas do'stlar, mashina olishdan oldin yaxshilab tekshirtirib ko'rsatib olasizlar. Sizlar ham Xo'ja aka mingan mashinaga uchrab qolmanglar.